Yoshligimdagi Ramazon bilan hozirgi Ramazonni yer osmoncha farqi bor. Men yoshligimda odamlarning eshigini burib taqillatib, o'sha Rabibani aytgan paytimda har bir xonadon eshigini ochib, kulib, yo shokolad, yo bir narsa berardi. O'sha Ramazondagi qo'shiq bor-ku, Rabiban qo'shig'ini daqansa eshitardi. Keyin masalan menga pul berardi. Keyin oldimdagi sherigim endi sen Adelni aytib ber derdi. U Adelni aytib bersa, unga Adelni pul berardi. Shunaqa bir quvnoq, barakali, zo'r o'tardi. Gruppa bo'lib gubur chiqardik, taqillatardik, qasar eshikni urardik. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Qani hozir Rabibanchilar, qani bolalar? O'tgan yili onam 2000 so'mliklarni eshik tagiga taxlab qo'ygandilar. Men ham shunday qilardim, eshigim tagiga 2000 so'mliklarni taxlab qo'yardim. Rabibanchilar kelsa beraman deb. Bir kishi ko'chada Rabiban aytganini eshitmadim. Absolutno hech kim. Даже men hozir bolamni Rabibanga chiqara olmayman. Hozir biron eshikni taqillab deya olmayman. Qo'rqaman, qanaqadir odamlar vahshiymi, bir qahri qattiqmi, men tushuntirib bera olmayman. Bilmayman. Yo'q, avvaliga mehr oqibati yo'q. Menga shunaqa tuyulyapti faqat. Sizlarda qanaqa o'tyapti?